1 oktyabrdan haydovchilik guvohnomasisiz moped yoki skuter haydash taqiqlanadi. 1-martdan 1-oktyabrga ko'chirilgan ushbu talabga ko'ra, skuter va moped haydovchilari malaka oshirishdan o'tishi va A toifasidagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi shart. Aks holda kattagina jarima yoziladi. Toshkentda skuter va mototsikl haydovchilari ishtirokida bir nechta fojiali hodisalar sodir bo'ldi. Lacetti rusumli avtomobil bilan to'qnashuv oqibatida moped haydovchisi halok bo'ldi. Yana bir 19 yoshli skuter yo'lovchisi yuk mashinasi bosib ketishi oqibatida hayotdan ko'z yumdi. Bunday xabarlarni yana o'nlab sanashimiz mumkin. Xo'sh, haydovchilarning bu borada fikri qanday? Oralardan chiqib qoladi. Mana oldi bafrimga tegigan mototsikl o'zi kelib urilgan, o'zi tashab qochib ketgan sariq skuter. Endi qaramasdan ko'p chapga o'ngga buroladi yo'lda juda ko'pda, seroq. Men bo'lishini xohlamayman. Nima sababdan? Bu temiz kirib ketadi o'tdi necha marta. Yo'lda yurishmasa alohida yo'lay bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. O'tani bespretel haydayapti, qo'pol etganda. Ularga o'zi prava berish kerak, boshqa talab o'qish kerak, A toifasini olish kerak. Bugun Toshkent ko'chalarida skuter va mopedlar soni keskin oshgan. Ularning aksariyati yetkazib berish xizmatida ishlatilmoqda. Transport oqimi ortgani sari xavfli vaziyatlar ham ko'paymoqda. Shu bois 1-oktyabrdan yangi tartib kuchga kiradi. Mana bir necha kundan keyin aynan 1-oktyabr kunidan boshlab mazkur harakat vositalariga tenglashtirilgan transport vositalariga davlat raqamlariga ega bo'lishi, davlat ro'yxatidan o'tishi hamda ularning haydovchilariga esa tegishli tartibda A toifadagi haydovchilik guvohnomalari bo'lishi shart etib belgilangan. Endi moped va skuterlar davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart. Biz bu borada skuter va moped haydovchilarining fikrini ham o'rgandik. Nimaga? Endi bu uchun prava shart emas-da, bu Prava bo'lish shart menimcha, chunki 49 kubadan keyin bu 60 dan tezlik ziyodda. O'shanda prava bo'lgani katta yurgan yaxshi-da. O'qib haydagani yaxshi. Noto'g'ri bu fikr. Nima sabab? Buni prava so'ragandan keyin yo'llarim qilib qo'yish kerak. Trotuardan yursak aholi halaqit qiladi. Bundan nima? Mashinadan yursak mashinalar signal chaladi orqamizdan yurmanglar deb. Ishlashimiz kerak, biz ham o'ylab olishimiz kerak. Hozir men bu ishimda masalan pravam yo'q, masalan bunga ruxsat bermasa, qanaqa qilib oilamni boqaman? Qonuniy tartiblar albatta intizomni mustahkamlash uchun kerak. Dunyo tajribasiga nazar tashlasak, masalan, Vyetnam va Tailandda aholining katta qismi, deyarli 60-70% skuter va mopedlardan foydalanadi. Bu davlatlarda bitta yo'l tanlangan, muntazam yo'l patruli nazorati va jiddiy jarimalar. Bundan tashqari ichki yo'llarimizdagi infratuzilmalarni qayta ko'rib chiqish ham maqsadga muvofiqdir. Agar haydovchilik guvohnomasiga o'qish va imtihon topshirish xarajatlarini arzonlashtiradigan bo'lsak, fuqarolarning o'qishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Bu esa skuter va moped haydovchilarini harakatlanishiga, tirbandliklarni kamaytirishga va yo'l transport hodisalarini oldini olishiga olib keladi deb o'ylayman. Skuter va mopedlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi xavfsizlikka qaratilgan muhim qadam. Ammo bu masalaning faqat tashqi tomoni xolos. Skuter haydovchilariga guvohnoma berishni o'zi bilan ish bitmaydi. Muhammad Amir Hayotzoda, Kozimjon Samuxjonov, Gapiring Plus dasturi uchun.